Amerika ijtimoiy taratquv supisi Facebookning bir sobiq ijroiya amaldori Xitoy va Ironga o'xshash davlatlarning Facebook supisida jasuslik harakati bilan shug'ullanganligi. Bo'libmi Xitoyning bu supidan foydalanib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni ta'qib qilganligi. Biroq Facebookning buni bilib turib aytmaganligini oshkorladi. Fransis Haugen ilgari Facebookning istixborot tahdid guruhining xizmatiga yetakchilik qilgan bo'lib, u Xitoyning Facebook supisini o'zining yomon g'arzi uchun foydalanayotganligini, Facebookning bilib turib buning yo'l qo'yganligini Amerika Kengash palatasining 5-oktyabr o'tkazilgan bir qitimliq guvohlik yig'inida oshkorlagan. Xi Jinping, my view, our biggest rival for this century, a communist party dictator who's trying to export his authoritarian model around the world. Do they provide a platform for those kind of leaders who, in my view, clearly don't hold America's interest? Fransis Haugenning Amerika Kengash palatasining iste'molchilarni qo'g'dash, mahsulot va sondan bexatarlik tuvan komitetidagi guvohlik yig'inida aytishicha, u Facebookning istixborot tahdid xizmatini qilgan vaqtida uning guruhi Xitoyning Facebook supisidan foydalanib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni kuzatish harakatini ta'qib qilish xizmatini ishlagan ekan. During my time working with the Threat Intelligence Org, so I was a product manager supporting the counter-espionage team. My team directly worked on tracking Chinese participation on the platform, surveilling, say, Uyghur populations in places around the world. That you could actually find the Chinese based on them doing these kinds of things. Fransis Haugenning so'zi darhol kishilik huquq tashkilotlarining diqqatini qo'zg'agan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining programma direktori Peter Irvingning ogohlantirishicha, agar Facebook bu masalani muvofiq hal qilmasa, bu Uyg'urlarning vaziyatini texmi yomonlashtirib, kishilarning turmaga qamalishini keltirib chiqadi ekan. Peter Irving yana davlat majlisining bu masala to'g'risida darhol guvohlik yig'inini chaqirib, haqiqiy ahvolni egallashi, ikkinchi qadamda Facebookning buningga qarata tadbir olishini talab qilish kerakligini bildirdi. Well, I think the first thing that should be done is that there should be a hearing. Oldi bilan davlat majlisi bu masala to'g'risida maxsus guvohlik yig'inini chaqirish lozim. Agar Xitoyga o'xshash chet el hukumatlari Facebook supisidan foydalanib Uyg'urlarni parakanda qilsa, qo'rqitsa yoki xatarga mubtalo qilsa, davlat majlisining buni o'ylash mas'uliyati bor. Davlat majlisi oldi bilan guvohlik yig'ini chaqirib, bo'lgan ishlarni yaxshi egallashi, ondan Facebookni buningga qarata texmi aniq javob berishga, nima ishlarni qilganligi, nimalarni ko'rganligi va buni qanday to'xtatishga besim qilish kerak dedi. Lekin Peter Irvingning ogohlantirishi Uyg'urlarni Facebookni qanday muvofiq ishlatishga, nimalarni choplash, nimalarni choplamaslikka diqqat qilish kerak ekan. I think for the Uyghur community they need to take a real hard look at what kind of stuff they post on Facebook, not only Menimcha Uyg'ur jamoatimi Facebookga qanday narsalarni yo'llash, qanday uchurlarni uning shaxsiy uchur supisida hambahlashishni qattiq o'ylashi kerak. Uyg'urlar va Uyg'ur jamiyatidagi har bir odam Facebookni har kuni davomli ishlatishning qanday ta'siri bo'lganligini tushunib olishga ehtiyojli. Biroq Facebookning ijroiya direktori Mark Zuckerberg Fransis Haugenning ayblashlariga qarata Facebook va uning Instagram appini aqlagan. Amerika CNBC kanalining xabar qilishicha, Zuckerberg Fransis Haugenning guvohlik berganda nurg'un masalalarni xaraklantirishiga qo'shilmaymiz degan. Lekin 5-oktyabr kunidagi guvohlik yig'inida Kengash palata a'zosi Richard Blumenthal Haugenning Facebook, Xitoy, Ironga o'xshash davlatlarning Facebook supisida jasuslik qilishiga yo'l qo'yganligiga oid guvohlik so'zi yana bir qitimliq guvohlik yig'ini chaqirishning yo'lini ochganligini aytgan. Thanks, Senator Sullivan. You may have just opened an area for another hearing. Sorry. Yeah, I have strong national security concerns about how Facebook operates today. Well, Mr. Chairman, maybe we should, right? I mean, it's a I'm issue. not being at all facetious. Thank you for your questions on this topic, and I know you have a busy schedule, but we may want to discuss this issue with you, members of our committee, at least informally, and if you'd be willing to come back for another hearing.